O'zbekiston tarixidagi eng katta va eng og'ir tort bo'ldimi yo'qmi bilmadim-u, lekin mijozlarimizni xursand qilgan tort bo'ldi. Doimiy mijozlarimizdan biri bu tortni buyurtma qilganlarida, to'g'risini aytsam, ozgina qo'rquv bo'ldi, lekin juda ham xursand bo'ldim. Chunki meni bilasizlar, yangi narsalarni qilib ko'rishni juda ham yaxshi ko'raman. Ishimizni birinchi hisob-kitob qilishdan boshladik. To'g'risini aytsam, oldin bu tortni qilib ko'rmaganim uchun narx aytishda juda ham qiynaldim. Lekin mijozimiz qancha desangiz beraman. Faqat men aytgandek katta tort qilib bering dedilar. Va biz Feya oilasi bilan ishimizni boshladik. Biskvit tayyorladik, nachinka qildik, zagotovka tayyorladik. Orada trend olishga ham ulgurdik. Jarayonni hammasini videoga ololmadim, shuning uchun uzr asla. Va to'y kuni soat 16:00 da tortni bezatishni boshladik va soat 17:30 da tortimiz bezatilgan, tekslangan, chiroyli qilib xolodilnik mashinamizga ortildi va to'yxona tomon yo'l oldik. Qarasam, mevamiz sakamga o'xshadi va yo'lda korzinkaga kirib, yana qo'shimcha mevalar olib oldik. Formalada korzinkalarda yurishgani qaranglar. To'yxonaga ham yetib keldik. Bizning navbatimiz kelganda esa to'yxona administratsiyasi tort topqirib berishdan bosh tortishdi. Nima mush? Ben agar tortingizni tushirib olsam, meni bo'ynimga qolib ketadi. Men unaqa mas'uliyatni bo'ynimga ola olmayman. Iltimos o'zingiz olib ko'ring deyishdi. Men esa nima qilishimni bilmayman, chunki men bilan faqatgina bittagina bola kelgan. U ham bo'lsa operator. Buyurtma bergan mijozimizga aytgandim, tezlik bilan kuyov jo'ralarni ishga soldi. Oddiy nasabuzarlik bo'lishiga qaramasdan, to'yni juda ham yaxshi kayfiyatda, a'lo darajada o'tkazib oldi. To'y egalari va to'ydagi mehmonlar hammasi qoyil qoldi. Tort kesish marosimi tugatilganidan so'ng tortimizni orqaga oshxonaga olib o'tdik. Endi tortimizni o'zimiz kesib, mehmonlarni hammasiga tarqatib keyin ketamiz. Tortimizning diametri naq 1 metr bo'lib, og'irligi esa 50 kilogrammni tashkil qildi. To'ydagi barcha mehmonlarga yetib ortidan qoldi. Endi taxmin qilib ko'ringchi, bu tortimiz mijozimizga nech pulga tushdi? Kommentariyada yozib qoldiring.